Roza haqida 30 savolga javob. Abduri Muhammad Yusuf. Birinchi savol. Roza tutish kimlarga farz bo'ladi? Javob. Ramazonda bir oy roza tutish har qanday musulmon baligh, aql, tinisoq, safar ustida bo'lmagan kishilarga farz bo'ladi. İkinci savol. Ramazon rozasining niyati qachon qilindi? Javob. Ramazon rozasiga tong yorishdan avval niyat qilish shartdir. Ramazonning birinchi kuni qilgan niyat Ramazonning oxiriga qadar kifoya bo'lib, har kuni yangidan niyat qilishga hojat yo'q. Niyatni og'iz orqali ifodalash shart emas, balki dilda niyat qilish yetarlidir. Nafl roza uchun shu kunning peshin vaqtigacha niyat qilsa-mu yetarlidir. Üçüncü savol. Az miqdorda bir narsa yeyish bilanmi roza buzilamdi? Javob. Az miqdorda bir narsa yeyish bilanmi, hatto biror dona noqut yoki bir tomchi yomg'irning galdan o'tib ketishi bilanmi roza buzildi va bir kunlik qazo roza tutishga to'g'ri keldi. Ammo roza tutgan kishining geliga chivin yoki chang to'zon kirib ketsa, rozasi buzilmaydi. To'rtinchi savol. Ramazon kunida roza tutganlik esida yo'q holda bir narsa yeb ichib roza buzilamdi? Javob. Roza tutqani esida yo'q holda bir narsa yeb ichib qo'ygan kishining rozasi buzilmaydi. Esiga kelgan hamon to'xtab olsa bo'ladi. 5-savol. Atir chechish yoki gullarni purash bilan roza buzilamdi? Javob. O'ziga atir chechish yoki gullarni purash bilan roza buzilmaydi. 6-savol. Homildor va bola emtadigan ayollar Ramazonda qanday qiladi? Javob. Homildor va bola emtadigan ayollar agar roza tutsa, o'zlarining yoki bolalarining saqligiga ziyonli bo'lishidan qo'rqsa, roza tutmaydi va keyin qazosini tutadi. 7-savol. Ramazon kunduzida ehtilom bo'lib qolgan kishining rozasi buzilamdi? Javob. Ramazon kunduzida ehtilom bo'lib qolgan kishining rozasi buzilmaydi. Uningga g'usl qilish farz bo'ldi. Shu hamon g'usl qilsa-mu rozasi buzilmaydi. 8-savol. Ramazon kunduzida ixtiyorsiz qusgan kishining rozasi buzilamdi? Javob. Ramazon kunduzida ixtiyorsiz qusgan kishining rozasi buzilmaydi. Ammo qasddan qusgan kishining rozasi buzildi. 9-savol. Ramazon kunduzida qon oldirgan kishining rozasi buzilamdi? Javob. Ramazon kunduzida qon oldirgan kishining rozasi buzilmaydi. 10-savol. Ramazon kunduzida jinsiy munosabat bo'lgan kishiga qanday jazo keladi? Javob. Ramazon kunduzida jinsiy aloqada bo'lgan kishining rozasi buzildi va 4 mazhabning birdek ittifoqi bo'yicha bundaq kishiga qazo bilan kafarat lozim keladi. Navod bu ishni ayolning roziligi bilan qilgan bo'lsa, ayol har ikkisi kafarat keladi. Agar ayolning ixtiyori bo'lmasdan majburiy qilgan bo'lsa, kishiga kafarat lozim keladi, ayolga qazo keladi. 11-savol. Kafarat degan nima? Kafarat bir qul ozod qilish, agar topolmasa 2 oy uzmay roza tutish, uningga kuchi yetmasa 60 miskinga bir vaqt tomoq berishdan iboratdir. Kafarat faqat Ramazonning rozasini qasddan buzganlik uchun lozim keladi. Ammo kafarat rozasi qazo roza va nafl rozalarni buzganga kafarat lozim kelmaydi. 12-savol. Yeyish yoki ichish bilan rozasini buzgan kishiga qanday jazo keladi? Javob. Yeyish yoki ichish bilan rozasini buzgan kishiga Hanafi va mazhabida qazo bilan kafarat lozim keladi. Bir kunga bir kun qazosini qiladi. 13-savol. Hayz yoki tug'ut sababi bilan Ramazon rozasini tutolmagan ayollar qanday qiladi? Javob. Hayz yoki tug'ut sababi bilan Ramazon rozasini tutolmagan ayollar keyin rozaning qazosini tutadi. Biroq o'qiy olmagan namozlarning qazosini o'qimaydi. 14-savol. Ayollar qanday holatlarda roza tutmaydi? Javob. Ayollar oylik odat kelgan yoki tug'ut chog'larida roza tutmaydi. Tutgan taqdirdami hisoblanmaydi. 15-savol. Ramazon kunduzida hayz ko'rgan yoki tuqqan ayollarning rozasi qanday bo'ladi? Javob. Ramazon kunduzida hayz ko'rgan yoki tuqqan ayollarning rozasi buzildi. Ular keyin qazosini tutadi. Ramazonning qazosini tutishda arqa-arqadan uzmay tutish shart emas, balki parcha-parcha tutsimi bo'ladi. 16-savol. Suhurlik yeyotgan vaqtda bomdodga azon o'qilib qolsa, qanday qilish kerak? Javob. Suhurlik yeyotgan vaqtda bomdodga azon o'qilgan bo'lsa, hamon yeyishni to'xtatib niyat qilish kerak. Tutgan roza durustdir. 17-savol. Jinobatdan yuyinmay turib roza tutsa bo'lamdi? Jinobatdan pok bo'lish namoz o'qish uchun shartdir. Ammo jinobatdan poklanish rozasining shartlaridan emas. Shunga agar yuyinaman desa, zuhurlikqa ulgurolmaydiganligini bilgan kishi jinobatlik holatida rozani boshlasa va keyin yuyinib olsa bo'ladi. 18. Musofirlarning roza tutqani afzalmi yoki tutmaganmi?
Cavab. Musafirlarning roza tutmasligiga ruxsat bor. Ammo zo'r qiyinchilik bo'lmasa tutquni afzaldir. Ammo o'zining tan saqligini halokatga atadigan darajada zo'r qiyinchiliklar uchraydiganlik aniq bo'lgan kishilarning safarda roza tutishi makruhdir. 19-savol. Musafirning hukmiga kirish uchun safar musofasi qanchalik bo'lsa bo'ladi? Javob. Musafirning hukmiga kirish uchun safar musofasining eng oz deganda 90 kilometrlik yo'l bo'lishi shartdir. 20-savol. Qanday kasallar roza tutmasa bo'ladi? Javob. Roza tutsa kasali tixim ig'irlashib ketadigan kasallarning Ramazon oyida roza tutmasligiga ruxsat bor. Ammo odatdagi bosh og'rig'i, tish og'rig'i va ko'z og'rig'iga o'xshagan og'riqlar roza tutmaslikka uzr bo'la olmaydi. 21-savol. Nafl rozani buzgan kishiga qazo kelamdi? Javob. Nafl rozani buzgan kishiga Hanafi mazhabida qazo keladi. Ammo boshqa 3 mazhabda bu roza ixtiyoriy roza bo'lganligi uchun qazo kelmaydi. 22-savol. Roza tutish cheklangan kunlar qaysi? Javob. Roza tutish cheklangan kunlar roza hayitining 1-kuni va Qurbon hayitining 1-kunidan 4-kunigachalikdir. Bu kunlarda roza tutish haromdir. 23-savol. Roza tutish tashabbus qilinmaydigan kunlar qaysilar? Javob. Roza tutish tashabbus qilinmaydigan kunlar juma kundala yoki shanba kundala roza tutishdir. Bunda qilish makruhdir. 24-savol. İftar qilmay ulab roza tutsa bo'lamdi? Javob. Dinimizda iftar qilmay arqa-arqadan ulab roza tutish tashabbus qilinmagan. Bunda qilishni o'lamalar makruh deb qaraydi. 25-savol. Roza tutgan kishi kunduzda ayolini suyib qo'ysa bo'lamdi? Javob. Roza tutgan kishining kunduzda ayolini suyishi har ikkisining rozasini buzmaydi. Ammo o'zini tutolmaydigan kishining ayolini quchoqlashi makruhdir. 26-savol. Roza tutgan kishi kunduzda o'zining tukurugini yuvsa bo'lamdi? Javob. Roza tutgan kishi kunduzda o'zining tukurugini yuvsa bo'ladi. Buning bilan uning rozasi buzilmaydi. 27-savol. Roza tutgan kishi kunduzda ko'ziga surtma tartsa yoki dori temizsa bo'lamdi? Javob. Roza tutgan kishining kunduzda ko'ziga surma tartishi va dori temitishi bilan rozasi buzilmaydi. Ammo og'ziga yoki burniga va yoki quloqiga dori temitish bilan rozasi buzildi. 28-savol. Roza tutgan kishi kunduzda ukol soldirsa bo'lamdi? Javob. Davolanish maqsadi bilan ukol soldirish bilan roza buzilmaydi. Ammo quvvat ukollarni soldirish bilan roza buzildi. 29-savol. Roza tutgan kishi kunduzda yuyinsa bo'lamdi? Javob. Roza tutgan kishining kunduzda qaysi bir sabab bilan yuyinishi uning rozasini buzmaydi. 30-savol. Shak kuni roza tutishga bo'lamdi? Javob. Shak kunida, ya'ni kishilar Shaban oyiga tavamu yoki Ramazonga deb shak qilib qolgan kun. Ramazonning oldidagi Shaban oyining 30-kunida roza tutish makruhdir. Chunki payg'ambar alayhisalom ay ko'rib roza tutinglar va ay ko'rib hayit qilinglar. Agar havo bulutli bo'lib qilib ayni ko'ra olmasanglar, Shaban oyini 30 kun qilib tamomlanglar deb ko'rsatgan. Buning ma'nosi Shaban oyining 29-kuni oqshimi oyga qaranglar. Ramazonning oyi ko'rinsa, atsi roza tutinglar. Agar havo bulutli bo'lib qilib ay ko'rinmasa, Shaban oyini 30 kun qilib to'liqlab, ondan oyni ko'rmasanglar, roza tutinglar deganlikdir. Chunki islomiy oylar 30 kundan ko'p bo'lmaydi.